Xitayning Alibaba guruhining Uyg'urlarning chiroy shaklini farqlantiradigan yumshoq detalni bozorga solganligi oshkorlandi. Amerikadagi kuzatish nazorat sistemalari ustida tadqiqot olib boradigan IPVM shirkatining 17 dekabr oshkorlashicha, Alibaba guruhi Xitoydagi to'r betida bozorga solgan bu yumshoq detal odatda to'r betlar uchun ishlatiladigan yumshoq detal bo'lib, Uyg'urlarning chiroyini farqlantira oladigan iqtidorga ega ekan. Yuqorqi organning bildirishicha, ular buni Alibabaning bulut qilqini mulozimatida bayqagan bo'lib, Alibabaning Xitoydagi to'r beti bu yumshoq detal haqida tushuntirishida maxsus Uyg'urlarni tepishini nishon qilgan bu iqtidorni ochiq-oshkora bozorga solgan va qadam-qadam uning ishlatilish usulini o'rgatgan. Texi yaqinda Xitoyning Huawei shirkatining chiroy skannerlash kamerasi sistemasi orqali soqchixonaga Uyg'urlardan ogohlantirish signali avatiladigan sun'iy idroklik nazorat qilish texnikasini taraqqiy qildirishga qatnashganligi oshkorlangan edi. Yevropa parlamentining a'zolari Xitoyning jazo lagerlari tuzumi va majburiy emgak siyosatini qattiq aybladi. 17 dekabr tushdan burun Yevropa parlamentining Belgiya poytaxti Brüsseldagi markazida Şinjan Uyg'ur avtonom rayonidagi majburiy emgak va Uyg'urlarning vaziyati nomli muhokama yig'ini o'tkazildi. Yig'inda Yevropa ittifoqiga a'zo 27 davlatning parlamentdagi vakillari o'xshash bo'lmagan temalarda Uyg'urlarning vaziyati to'g'risida doklad berib o'tdi. Bu dokladlar asosida hozirlangan 23 modellik bir qaror qabul qilindi. Yevropa ittifoqining qonun chiqarish tarmog'i o'tgan hafta Yer shari magnitsidagi qonunning ilhomi bilan o'z oldiga Yer shari kishilik huquq jazolash tuzumi deb ataladigan bir kishilik huquq qonunini ma'qullagan edi. Yevropa parlamenti tunugungi chaqirig'ida Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlarning Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qaratilgan keng ko'lamli tutqun harakati va ularni majburiy emgakka silishida mas'uliyati bor bo'lgan Xitoy amaldorlari va Byongton qatorliq muassasalarini tezdan jazolashini talab qildi. Angliya o'rtaq gavdasi birlashma ibroniy jamoatchiligining bosh ustozi Uyg'urlarning ahvoli to'g'risida maqola yozdi. U maqolasida mundaq dedi: Xitoyda Uyg'urlarga qaratilgan qabul qilg'isiz keng ko'lamli vahshiylik bor. Uningga qarshi biror ish qilish mas'uliyati hammamizda. Hech qaysimiz buningdan saqlana olmaymiz. Xuddi Nelson Mandela aytgandek, bir ish tamomlanmaguncha hamma ish mumkin bo'lmaydigandek ko'rinadi. Xitoy bilan Amerika o'rtasidagi dengiz armiyasining maslahat berish kelishimiga asosan, Amerika armiyasining yuqori darajali qo'mondonlari bilan Xitoy orasida har yili o'tkazilgan va bu yil 14-16 dekabr kunlari Torda o'tkazilmoqchi bo'lgan suhbat yig'iniga Xitoy qatnashmadi. Xitoyning nimishqa qatnashmaganligi texi aniq bo'lmasa-mu, ammo Amerika Tinch okean qismlarining qo'mondoni Admiral Phil Davidson keskin bayonlar bilan Beyjingni tanqid qildi. U mundaq dedi: Xitoyning dengiz okean maslahat berish kelishimi yig'iniga qatnashmasligi Xitoyning kelishimni ijro qilmaganligining yana bir misoli. Bu Xitoy bilan kelishim tuzmoqchi bo'lgan barliq davlatlarga ulgu bo'lg'usi. Egilanishicha, bu dialog yig'inlarida Tinch okean rayonida bo'libmi Janubiy dengizda har yili Amerika bilan Xitoy o'rtasidagi xatarli harakatlar muzokara qilinadi. Amerikada nurg'un ministerlik va federativ organlarga bo'libmi yadro qurollarga mas'ul davlat yadro bexatarlik idorasiga qaratilgan to'r hujumi davomli qo'zg'alib qo'zg'adi. Kengash palatasi qurolli qism komitetining raisi Inxofi va komitetning yuqori darajalik a'zosi Jakret aloqador boshqarish xodimlarining dokladnomasini topshirib olgandan keyin birlashma bayonot e'lon qildi. Bayonotda mundaq deyildi: Biz Amerikaga qaratilgan ig'ir, murakkab va davomlashayotgan to'r hujumi to'g'risidagi tunji uchurni topshirib oldik. Federativ organlar va cho'ng shirkatlarni o'z ichiga olgan Amerikaning to'r mudofaa sistemasiga xiloflik qiladigan keng ko'lamli to'r xakerlik hujumi to'g'risida biz bilmaydigan nurg'un narsa bor. Biz uning davom qilayotganligini va Rossiya axborot tarkitining izlari borligini bilamiz. Hozirga qadar erishgan uchurlarga qaraganda, xakerlarning Amerika xazinasi, soda, energiya va davlat bexatarligi to'ri, shundaqla yadro bexatarlik idorasi va nurg'un federatsiya organlari va xususiy shirkatlarning to'riga hujum qilganligi ma'lum.